Bolalar, prepositions of time ma'lum aytamiz. Prepositions time degani prepositions of time bu vaqt predloglari. Predlog o'zbekchada kelishga deb tarjima qilinadi. Masalan, ko'proq buni uchta turi bor ekan. At, in, on vaqt bilan aytiladiganlari. Hammasini o'ziga yarasha farqlari bor, hozir tushuntirib beraman. Xo'p, mana jadvalga e'tibor beramiz. Jadval bo'yicha qarayotgan bo'lsak, Mr. Qarayotgan bo'lsak agar, bu yerda time, vaqt aytishda, soatlarni aytishda aytishamiz, buni bilamiz. Ta'tillarni aytishda, bayramlarni aytishda aytishamiz. Misol uchun at Christmas, at Easter, at Nowruz deymiz yoki at New Year deymiz. In the expressions, ya'ni ma'lum iboralar bilan aytishar ekanmiz. Misol uchun at the moment, hozir, at present, hozir, at dawn degani ertalab, at noon bo'lsa abed, at night qachon? At midnight bo'lsa yarim tun. To'g'ri, noonga o'xshab ketadi. Noonni faqat kechasi bo'ladi degani. Va ma'lum yozib qo'yamiz, bilmaydiganlar. Hasan gapirmay turdi. Yaxshi. At dawn degani bu ertalab yozib qo'yadi. In the morning degan so'zga sinonim bo'ladi. Aka bir o'sha ishni yopib qo'ying. Patient, patient yozadi. Ya, patient sabr degani. Patient bo'lsa agar sabrli. Xo'p, davom etamiz. Oylarni aytishlaringga e'tibor berasizlar. Qizlar. Oyni aytishda, misol uchun month bo'lyapti, in September, in March. Bu yerda oyni o'zini aytsalar, sanasini aytmasalar in qo'yasizlar, tushunarli? Sanasini aytmasa. Yoki masalan, fasllarda in the winter, in spring, in autumn debdi, bularni bilamiz hammamiz. Fasllarni aytish uchun. Lekin yillarda in qo'yishimiz kerak. Asrlarda debdi. Century degani asr degani. Misol uchun 20-asr. Century, country emas bu, qaranglar. Century, ya'ni century degani asr degani. Asrlarni aytishimizda demak biza yillar ilni ishlatar ekanmiz. In the morning, in the afternoon hamma biladi. In an hour degani 1 soatdan keyin yoki 1 soat ichida ma'nosida. In a minute 1 minutdan keyin yoki in a week, in a few days, in a month degani 1 yildan keyin, 1 oydan keyin. Bu yerda ichida emas, shu 1 yildan keyin, 1 oydan keyin deb tushunsak to'g'ri bo'ladi. In a few days 2-3 kundan keyin ma'nosida tushunamiz. Va e'tibor beringlar. Qayerda? Day so'zi qo'shilganligi uchun on qo'yilar ekan. Eshitdingizmi deyman? Day so'zi qo'shilganligi uchun. Misol uchun Monday so'ziga day bor, xo'p, o'zi hafta kuni ishni ham on qo'yamiz. On Monday, on Tuesday, on Thursday, on Saturday shunaqami? Yoki pastda. On New Year's Day, ya'ni yangi yil kuni. Yangi yil kuni borligi uchun, kun degan so'z borligi uchun on qo'yapmiz. Misol uchun Navro'z desak, on Nowruz Day bo'ladi. Chunki bu yerda day so'zini qo'shyapmiz Navro'zdan keyin. Gapni tushunyapsizlarmi? Chunki Navro'z desak at Navro'z bo'ladi. Gapni tushuninglarmi? Mana bu yerda ham mana bu yerda qaranglar, at Christmas yozgan. At Christmas Day bo'lsa agar misol uchun Christmas Day bo'layotgan bo'lsa on qo'yishimiz kerak bo'ladi. Gapni tushuninglarmi? Xo'p, day bo'lsa shunaqa bo'lar ekan. Endi e'tibor beringlar, mana evening so'ziga in qo'ydik shu yerda, bu yerda shunaqami? Lekin Tuesday kelganligi uchun oldidan on qo'yapmiz. Hamma tushunyaptimi? Yaxshi. Va e'tibor beringlar, sifatlar bilan day so'zi qo'shilsa agar on qo'yilar ekan. Masalan, on a hot day, issiq kunda. Day bilan demak nima qilgan ekanmiz? On qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Endi ba'zanizga e'tibor beramiz, hali ham ba'zilar shubhalar nima qiladi? Chalg'ib ketadi. In today, at today, on today degan gaplar bo'lmaydi. Bu o'zi predlog buni. Unaqasi predlogi shart emas. Oldin at, in, on qo'yish shart emas bularga. At tomorrow deymizmi hech? Shunchaki tomorrow. Yoki tonight so'zi. At tonight deymizmi? Yo'q, unaqa gap yo'q. Yesterday ham xuddi shunaqa. Ularga predlog qo'ymaymiz. Elchot tushundingmi gaplarimni? Yaxshi, pastga tushamiz endi. Before words, misol uchun bulardan ham oldin qo'ymaymiz. Misol uchun this, last, next, yoki bo'lmasam every, all, some, each, one, any. Bu so'zlar bilan qo'shimcha qo'shmas ekanmiz. We do not use prepositions of time. Bular bilan preposition ishlatmaymiz, predlog. Mana bu maqsadni bajarib qo'ysa, bu oddiy, juda ham oddiy narsa. Endi prepositions of place deb shunga e'tibor beramiz. Joylarniki. Qaylar, buni hamma biladi, faqat takrorlash bo'lyapti kamroq. Bolalar. Bu yerda misol uchun on bo'lgan ustida, under bo'lsa tagida, in front of, oldida deganim. In front of degani bu masalan Sadullo aka deb Sadur. Habibullo aka deb bergan. Misol uchun mana hozir Habibullo bilan yuzma-yuz turibmiz. Shunaqami? Yuzma-yuz turganimiz uchun opposite bo'lamiz. Tushunarli? Opposite. Bir-birimizga qarab turibmiz, yuzma-yuz. Shuning uchun opposite bo'ladi. Lekin agar misol uchun men Habibulloni mana bunaqa yonida turib, Habibulloga nisbatan yonbosh turgan bo'lsam, I'm in front of Habibullo bo'ladi. Tushunarli? Ya'ni Habibulloni oldidaman, lekin yuzma-yuz emasman. Tushunarli? Xuddi shunaqa. Bizlar we are now in front of the screen. Shunaqami? Ekranni oldidamizmi hozir? Oldidamizmi? Qaraganimiz yon ekranga qanaqa? Nima qilyapmiz hozir faqat? Oldida turibmiz. Oldida degan demak, oldida bo'lsa in front of.
Shunga yuzma-yuz bo'lsa agar opposite emas, nima? Opposite o'qiladi. Yaxshi. Bu yerda bo'lmasligi mumkin ekan. Ha, yo'q ekan bu yerda. Behind orqasida shunaqami? There are some students behind me. Orqamda ba'zi talabalar bor, shunaqami? Yoki qaranglar, beside yonida. There is nothing beside me. Shunaqami? Yonimda hech narsa yo'q. Well, there is a board next to the interactive whiteboard, interactive board. Doska bor. Bu next interactive boardning oldida doska bor. Buni bilamiz. Beside next to bir xil narsa. Bittanisiga e'tibor beringlar. Beside so'zi mana beside next to tarjimasi ham bunday degan ekan, shunaqami? Buni bitta salgina farqli joyi bor. Beside ga s qo'shiladi-ku ba'zan. Yozib qo'yadi bir chekkaga hozir. Beside yozinglar, beside yozasizlar, nima qilib? Besides yozib qo'yinglar. Mana qilib qo'yadi-da. Besides yozib qo'yasizlar, besides. Besides degani dan tashqari. Bu boshqa so'z. Tushundinglarmi? Nima degan ekan besides? Bundan tashqari deb yozib qo'yinglar, xo'p. Bundan tashqari. Besides ni o'zi, ya'ni s qo'shilsa beside ga, besides bundan tashqari degan so'zga to'g'ri kelar ekan. Misol uchun, I teach, besides I drive as well. Nima edi? Men o'qitaman. Besides bundan tashqari I drive. Shu mashina haydaman. Mashina haydaman mana kelyapti. Mashinani haydaman. Next one bilamiz, near yaqinida. Bu shunchaki, ya'ni yonida, oldida farq qilmaydi. Shunchaki atrofda bo'lsa bo'ladi. Our library is near our school. Kutubxonamiz maktabimizni yaqinida, atrofida ma'nosida. Qayerda bo'lsa ham. At kichkina joyga nisbatan da, misol uchun we are at the office. Biz qayerda biz hozir? We are at school. Nima edi? Biz maktabda biz. In ham xuddi shunaqa, in endi kattaroq joyga nisbatan ishlatiladi. Masalan, in Urgut, in Samarkand, in Tashkent. Between orasida, ikkita narsa orasida. Misol uchun aytamiz. Bu dosya bilan misol uchun mana qiziqadi. I'm between two laptops. Shunaqami? I'm between two laptops. Nima yana? Ikkita laptopni o'rtasidaman. O'zi aslida, xo'p, mana shunaqa desak, mayli, shunaqa deb tasavvur qilaylik. Ikkita narsaning orasida bo'lsa agar, demak, between bilan ikkita bo'lsa e'tibor beringlar. Ya'ni among bo'lsa ko'p narsaning orasida bo'lsa. Misol uchun hozir men bir davom turibman. Atrofimda o'quvchilar ko'p. Shunaqami? I'm among students. Nima degani? o'quvchilar oldida. Orasidaman. Ya'ni men hozir bu yerda bitta o'quvchining oldida emasman, ikkita emas, ko'pchilar. Atrofimda o'quvchilar faqat. I'm among students. Tushunarli? Ya'ni o'rab olish bo'lsa ko'proq orasida. Ha. Bundan beri. Bundan tashqari va yonida. You must be disciplined. Disiplinada yoziladi, bilasizmi? Xo'p, yaxshi. Buni o'chiramiz bolalar. Tushunarli. Sen writing yozyapsizmi, bolalar? Yozyapsizmi writing? Xo'p. Buni problemasi yo'q hech qanaqa, faqat e'tibor berib turishlaring juda muhim. Boyaga tushuntirib bergan misollarim hozir mana yerda yozilgan ekan. Onni bilamiz, andani bilamiz. Uni bilmaganlar uje u ingliz tilida o'qimasa ham bo'ladi. Shunaqami? In front of e'tibor beringlar. Mana Paul, mana bu kim? Tom. Tom is in front of Paul. Tom Paulning oldida. Yuzma-yuz emasmi bular? Shunchaki oldidan ketyapti. Oldimda degan ma'no. There is a chair in front of me. Men oldimda nima bor? Chair. Men opposite emas, chunki u oldimda-da, yuzma-yuz turgan yo'q, chairga nisbatan. Opposite deb ko'proq mana bu yuzma-yuz bo'lsa aytamiz. Va Paul is behind Tom. Orqasida dedik, buni tushundik. Va bu yerga e'tibor beramiz. Beside next to. Yonida deganimiz shunaqami? Mana armchair is beside yoki next to the fireplace. Fireplace degani fire olov, place joy, shunaqami? Pechka deylik. Pechka deylik. Pechkaning oldida nima bor? Armchair bor. The lamp is near the fireplace. Near the mana. Yonida emas, lekin atrofdami? Ahamiyatsiz necha so'z bo'lsa yozaver. The man is at the door. Bu erkak qayerda ekan? At the door. Ha, atrofida. Misol uchun mana biz partiyaga o'tiramiz. Partiyaga o'tiramiz-ku. Partiyaning ichiga o'tirasizlarmi? Ustida o'tirasizlarmi? Yo'q. Shu oyoqlaring ichiga kiradi, o'zingiz stulchiga o'tirasizlar. Atrofida bo'lgandan keyin at bo'ladi, tushunarli? I am at the nima edi? Table. At a table. Ezga qo'yishimiz sabab bu yerda qaysi deb bilganiku. Yoki masalan, misol uchun Akobir is at the door. Akobir qayerda hozir? Ha, endi eshikni oldiga turib borsa-da shunaqa bo'ladi. Ya'ni eshik ustida bo'la oladimi on? Yo'q. Yonida to'g'ri aslida. In front of bo'lishi mumkin. Lekin umumiy ma'noda biz
eshikda oldida demoqchi bo'lsa agar aytishadi akamizni. Partiyaman deb, partiyaga o'tiribman desam agar I'm sitting at a table. On the table demayman. On the table desang ustiga chiqib o'tirgan bo'lasan. At a table desang atrofida o'tirgan bo'lasan. Tushundingizmi? Hamma tushundimi, tushunmadimi? Yaxshi. Va misollar bu tushunarli bo'lsa, pastda kelgan qaralik nima ekan bu? Mana between bildik. Masalan qara. O'rtadagi demak uy ekan. The house is between the bank and the post office. Mana bank yozib qo'yibdi, bu post office ekan. Uy qayerda ekan? Ikkalasining o'rtasida. Teacher is standing among the students. Mana atrofida kimlar bor? O'quvchilar. O'qituvchi qani? Shularning orasida. Ko'p narsa bo'lsa demak among, ikkita narsa bo'lsa agar between. Ba'zan mana shu between so'zi ko'proq narsalar bilan ham ishlatilishi mumkin. Uni keyinchalik ko'rib chiqamiz. Xo'sh, demak, manbitga o'tamiz. Manbitga. Mana bu so'zlar bilan aytishat ekanmiz. Biz e'tibor beringlar. Mana. Mana masalan, at school, at university, at college, at work, at home, at the top of, okay, at the bottom of. Top degani yuqorisi, at the bottom degani pastda. So I can see some sugar at the bottom of this dish. Bu idishning tagida men biroz sugar, shakar ko'ryapman, misol uchun. Qaylar. Ko'chaga nisbatan raqam qo'ysak agar demak at qo'yayotganmiz. Ko'chani o'zini aytsak in bo'ladi. Tushundingizmi? In misol uchun School Street. Maktab ko'chasida. Bu yerda in qo'yamiz. Lekin at 20 School Street desak, bu yerda raqam qo'yayotganligimiz uchun at qo'yamiz. Ha, davlatga in bo'ladi. Chunki davlatga katta bo'ladi-ku. Men boya aytdim. At kichkina joyga nisbatan bo'ladi dedim. Inchi katta joyga nisbatan. Ko'cha odatda katta bo'ladi, shunaqami? Buni in qo'yaversa bo'ladi. Ba'zan at qo'yilishi, bu yoqqa uy raqamida bu. Uyning raqami. At 20 degani 20-chi uy ma'nosida. At 20 Oxford Street. Xo'p. Aytdik mana. Uyning raqami deyapti. Mablag'. In the middle. Tarjimasi. In the middle. O'rtasida. In the air. Nima degani in the air? Havoda. O'rtasida. Shu iboralarni o'zi bilan ishlatasizlar. In the air havoda, in the sky osmonda, in bed yotoqda. Ko'rpani tashlagan bo'lsa o'zlaringga in bed bo'ladi. In hospital, xo'p, in prison, qamoqda. In newspaper, gazetada. Magazin degani jurnal. In a picture rasmda. Labba. You should have. Ha, oddiy narsa, you should have. Right, e'tibor beramiz. With the names of cities, countries and continents debdi. Kontinent degani qit'a. Davlatlar, shaharlarga in qo'yamiz. Uni hamma biladi. Va bittasiga e'tibor beringlar. Chairga on qo'ygan, armchairga nima qo'yibdi? Nima uchun chairga on qo'yapti? Mana hozir mana chairim qo'lni qo'yadigan hech qanaqa joyi yo'q. Chunki o'tiraman. Bu chair. Lekin qo'limni qo'yib bunaqasiga o'tirsam agar in bo'ladi. Ha, sal buni ichiga kirib olsang, demak u in bo'ladi. On bo'lishi uchun shunchaki qo'li bo'lmasligi kerak yo'q. Qo'l qo'yadigan narsa bo'lmasligi kerak. Va menimcha tushunmaydi bu narsani. Juda ham oddiy bosh og'riq narsalar edi. Va shu bitishni bajarasa 81-betgacha. 81-betgacha keyin gaplashamiz sizlar bilan.